Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib boruvchilar, mana biz Surxondaryoda Xo'ja Mayxona qishlog'iga kelganmiz. Kelinglar, ko'ringlar deb internetga yozsanglar chiqadi. Xo'ja Mayxona deb yozsanglar lokatsiyalar bilan chiqadi. Ko'rib bahramand bo'lib ketasizlar. Vashi zo'r joylar, juda chiroyli. O'ta go'zal joylar. Havo, shamol, mana zo'r shamol bo'lyapti hozir. Sheriklarim ketishdi. O'sha ozgina qoldi chiqishga. Oldingi safar kelganman men. Menga o'sha yoq qiziqmas. O'sha ochiq dalaga chiqadi. Lekin ko'rsanglar vash, mazza qiladi buni. Chiroyli, manzarasi zo'r.